Uyda adam turmusu mu? VF yana hujuluk hakkını çokum topshirishimiz kerakmi? Nurg'unliga uylarda hazır quruq adam turmayapti. Lekin bir mo'chanimi kam qilmay VF yana hujuluk hakkını topshiryapmiz shundami? Shuningga bu mazmunga alohida diqqat qiling. Atrofingizdagilarga avatib biring. Meni ko'nju qilib qo'shilishni unutmang. Hujuluk boshqarish belgilamasida quruq adam turmaga uylarga nisbatan hujuluk boshqarish haqqini kamlitib topshirsa bo'ladi degan turba. Odatda agar uyning quruq turgan vaqti 6 oy, ya'ni 20 yilga yetgan bo'lsa, 50%. Agar uyingizni jo'nshu qilib bezayotgan bo'lsangiz, 30% hujuluk boshqarish haqqini kamlitib topshirsangiz bo'ladi. Endi tushunib oldingizmi? O'zingizning tavallikidagi hujuluk boshqarish ishg'ollariga berib, mushu to'g'riliq maslahat so'rasangiz bo'ladi. Tushunmagan yerlar bo'lsa, inkas rayonida so'z qoldiring. Uyimlik to'g'riliq eng yaxshi ishiltirishchan bilimlarni bilmoqchi bo'lsangiz, meni qo'shilishni unutmang. Urumchidan uy setib olmoqchi bo'lsangiz, o'zim ishinib, tekshirib, xotirjam bo'lgan uylarni sizga tavsiya qilaman.